Della Maddalena deyarli o'sha rejasi asosida ishlagan murabbiy ham aytib o'tyapti. Ular uchun hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Shunchaki u vaqt ketdi. Championship rounds. I want to see 3 more if we need to, okay? Amazing rounds. Habib baribir aytyapti, "Ey, solishma." Bar Javier Mendes aytdi, "Bizga 3 ta chempionlik raundi kerak." Demak, 3-raund Jack Della Maddalena, Islam Makhachev yarim o'rta vazn toifasi chempionlik jangi 5 daqiqalik start oldi. Yana stoykaga qaytishdi jangchilar. Makhachev bosim qilayotgandek, lekin zarbasiz. Jackdan jab. Islam kombinatsiya boshladi, oxirigacha yetkazgani yo'q. Jack yana o'ng qo'li bilan jab tashlab uzoqlashtirdi o'zidan. Aytib chiqarib qo'yapti Maddalena. Bu arbitr raundning boshlang'ich qismida bor bu narsa. 20-18 bu fikrga qo'shilaman. Qo'shashma deyapti murabbiylar shtabi. Makhachevga Maddalena ham albatta konsentratsiyani yo'qotayotgani yo'q. Ikkinchi raundda his etdi. Bitta chap qo'ldan kirib borgan edi. Kurashgacha bo'lgan jarayonda. Yaxshi low kick sezdi, his etdi. Maddalena ketidan bitta up kick yuqoridan kirib bordi. Kuchli emas, lekin nuqtasiga bordi. 8 ta burchakni almashtiryapti Islam atayin bir joyda qotib qolmaslik uchun. Yaxshi boks. Stoykada zarbalar almashinuvi, Habibning xavotirli daqiqalari boshlandi. Ya'ni ko'rsatmada solishma deganda, lekin Islam xohlayapti shuni. Yaqin masofada izza bilan ishladi, lekin Jack 1-2 zarbasini o'tkaza oldi. 3-raund faolroq tarzda o'tyapti avvalgiga nisbatan. Oyoqda hujum rang-barang ishlayapti Makhachev va mana takedown qilgan edi va bu ro'y berdi. 2 daqiqa stoykada urishdi Islam Makhachev va shu 2 daqiqa ichida yutqazmadi. Masalan, birinchi raundda 1 daqiqa, ikkinchi raundda ham 1,5 daqiqacha stoykada yutqazmadi. Ikkinchi raundda 2 daqiqa stoykada turdi. Islam olib qo'ygan bo'lishi mumkin agar sezilarli zarbalarni o'zini aytadigan bo'lsak. Bu ham statistikasi hozir paydo bo'ladi. 28 ga 58 umumiy zarbalar, aniqlik 47 ga 66 Islam Makhachev foydasiga. Ya'ni stoykada ham Islam ustunlikka erishyapti. Bu degani 2 raund davomida shunchaki parterda nazorat evaziga emas, har bir jabhada ustunlikni namoyish etyapti. Jack Della Maddalena yana bir marta reportaj avvalida aytdim. Jack katta janglar rejimiga moslashishga qiynalyapti. Va bu narsa jangda ham o'z aksini topyapti. Ya'ni bilinib turibdi, u yirikroq, ustunroq, kattaroq va balki kuchliroq, ammo bundan foydalana olmayapti. Na stoykada, na kurashda. Islam aqlli jang qilyapti. Agar qo'pol xatoga yo'l qo'ymasa, hozircha hammasi uning nazorati ostida ketyapti. Ular e'tiroz qilishyapti, lekin majbur Makhachev shu uslubda jang qilishga. Ozgina stoyka, u yog'iga kurash. Chunki o'ta xavfli raqib o'zi ham bir necha bor tan oldi. Faoliyatimdagi eng qiyin tayyorgarlikni o'tkazdim, chunki bu eng og'ir jang bo'lib chiqdi. O'sa yengil toifaning haqiqiy yirtqichlari bilan Islam Makhachev janglarni o'tkazgan. Oxirida faqat Renato Moicanoga qarshi urushga majbur bo'ldi, chunki Charles Oliveira revanshdan oldin jarohat. Va undan oldin Makhachev allaqachon yarim o'rta vaznga o'tib ketardi. U jamoadoshi Bilol Muhammad bilan urushishni xohlamagan. Shuning uchun payt qo'ygan. Allaqachon o'tmoqchi edi bu toifaga.
Va endi Iliya Tapuriya yengil toifadan turib unga chaqiruvlar tashlayapti. Qayt. Kuyapman. Mendan qochdi deb yo'q. Bunday reja. Raund tugayapti. Della Madalena 3-chisini ham boy berishi mumkin. Chiqib ketmasam. Chiqish niyati yo'qdek. Islom yana xuddi birinchi ikkinchi raundda bo'lgandek oxirida faollashib ustunligini qayd etib qo'yish kerak. Bu ham bir uslub jon hakamlarga ta'sir qilish uchun va mana boshladi. So'nggi sekundlarda yo'q, ulgurmaydi. Kontr bilan yetishga ulgurdi, lekin bo'g'ishga ulgurmasdi hech qanaqasiga. 3-raundda ham u aynan so'nggi sekundlarda faollik ko'rsatib qo'yapti, ya'ni bu raund meniki degan mesajni yo'llab qo'ymoqda. You're just sitting in half guard. You're not backing your grappling.